Andijonda voyaga yetmagan qizni zo'rlagan ichki ishlar bo'limi xodimi qo'lga olindi. Voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilish kerak bo'lgan xodim 16 yoshli qiz bilan jinsiy aloqada bo'lganligi aniqlangan. Eng ko'p muhokama qilinayotgani shundaki, gumon qilinayotgan shaxs aynan voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor bo'lib ishlagan. Hozirda ushbu holat jamoatchilik orasida keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Egniga forma kiyib ushbu ishga qo'l urgan xodimning harakatlarini qanday baholash mumkin? Andijonda voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqada bo'lganlikda gumon qilinib, ichki ishlar organi xodimiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqidagi xabar jamoatchilikni larzaga soldi. Tergov hali davom etmoqda va shaxsning aybi sud tomonidan aniqlanishi lozim. Biroq bu voqea allaqachon jamiyat oldiga og'ir savolni qo'ydi. Bolalarni himoya qilishi kerak bo'lgan tizimning o'zi gumon ostida qolsa, odamlar kimga ishonadi? Masala faqat bir shaxsning ehtimoliy jinoyatida emas. Masala davlat institutlariga bo'lgan ishonchda. Fuqaro politsiya xodimini ko'rganda xavfsizlikni his qilishi kerak. Ota-ona farzandini davlat himoya qiladi deb ishonishi kerak. Agar ana shu ishonch yemirila boshlasa, jamiyatning o'zi zarar ko'radi. Tarix shuni ko'rsatadiki, hokimiyat institutlariga ishonchning yo'qolishi har doim og'ir oqibatlarga olib kelgan. 1789-yilda Fransiyada xalqning g'azabi faqat non tanqisligidan emas, balki davlatning adolatsiz va xalq dardiga befarq deb qabul qilinishidan ham kelib chiqqan. 1848-yilda Yevropaning ko'plab davlatlarida yuz bergan qo'zg'olonlar ham iqtisodiy qiyinchiliklar bilan birga hukumatlarga nisbatan ishonchsizlik va siyosiy huquqlarning cheklanganligi natijasida yuzaga kelgan. 1974-yilda Portugaliyada sodir bo'lgan Chinnigullar inqilobi ham davlat institutlarining uzoq yillik inqirozi va jamiyat noroziligi ortidan yuz bergan. Bu misollar bir haqiqatni ko'rsatadi. Davlat o'z tizimi ichidagi qonunbuzarliklarni vaqtida aniqlab jazolamasa, jamiyatda ishonch inqirozi chuqurlashadi. Ishonch inqirozi esa har qanday davlat uchun xavfli. Shu sababli Andijondagi holat bo'yicha jamoatchilik kutgan eng muhim narsa tezkor, xolis va shaffof tergovdir. Agar ayb isbotlansa, lavozim, unvon yoki avvalgi xizmatlar javobgarlikdan ozod qilmasligi kerak. Qonunning kuchi aynan shunda namoyon bo'ladi. Bolalar xavfsizligi har qanday davlatning eng muhim sinovlaridan biri hisoblanadi. Bu sinovdan o'ta olmagan tizim o'zining eng asosiy vazifalaridan birini bajara olmagan bo'ladi.